Assalomu alaykum barchaga Samarqand uylari YouTube kanali kuzatuvchilari, marhamat, e'tiboringiz markazida 3 xonalik 77 seriya domlardan tayyor kirib yashash uchun hamma qulayliklari, shart-sharoitlari bor xonadonni namoyish etamiz. Mana shunday kirib kelish prixoja qismimizga ega bo'lgan 3 ta xonadan iborat, alohida marhamat ko'rishingiz mumkin. Bitta yotoqxonasi chiroyli qilib patologgacha mebellari qilingan. Va sanuzel qismimizda yurib ko'rib o'tamiz. Sanuzelimiz mana 77 seriyaligini isboti. Bu sanuzellar eski domlar sanuzelida mana shunday fortishkasi bo'ladi. Ko'chaga qaragan. Kattakon sanuzelimiz ham umumiy bitta joyda joylashgan, to'liq kafilda kir yuvish mashinalari bor. Issiq suv uchun aristonlari ham qilingan. Va yonginasida kattalar uchun yotoqxona qismimiz bo'lyapti. Marhamat ko'rishingiz mumkin. Yotoqxonamizda konditsionerlar qo'yilgan. Bitta televizor qo'yib olsangiz, shu bilan bemalol kirib yashayverasiz. Oyoqlarimiz taklari laminatda gilamlar solingan va mehmonxona qismimizga o'tamiz. Mehmonxona qismimizga o'tganimizda mana shunday chiroyli qilib aboy qilib pardalari, gilamlari solingan, lustralari qo'yilgan, yap-yangi tayyor xonadon. Va oshxona qismimizga o'tamiz. Bugungi ko'rsatayotgan uyimiz Sartepa hududida bo'lyapti. Marhamat, oshxona qismimizga o'tish joyimiz ham, koridorimiz ham mana shunday chiroyli, kattakon patologgacha mebellarda turibdi. Va oshxona qismimizga o'tadigan bo'lsak, oshxonamizda ayollarimiz uchun hamma shart-sharoitlari bor. Gaz plita deysizmi, rakvinalari deysizmi, vitishka, xolodilniklari bor. Kir mashinani ko'rdik. Mana shunday chiroyli qilib tapchan qilingan. Yangi qilib oshxona jihozlari yasab qo'yilgan. Hurmatli obunachilar, bugungi uyimiz 5 qavatli domlarning 4-qavatda joylashgan bo'lyapti. Manzilni eslatib o'taman, Samarqand shahar Sartepa hududida joylashgan, shundoqqina bozorchaning yonginasidagi domladan. 77 seriya domlarda hamma biladi, kvadrati juda ham katta. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 51 ming AQSh dollari so'ralyapti, yana ozroq savdosi bor. Kimga qiziq bo'lsa, sirasi ekrandagi raqamlarga telefon qilib bemalol uylarimiz baraka qilishingiz mumkin. Hammaga rahmat, sog' va salomat bo'ling.